Undan keyin sekin-asta o'sha chet elga topshirishni o'rganganimdan keyin research qilishni boshladim. Chunki research bu o'sha chet elga topshiradigan bolalar qiladigan ba'zi mashg'ulotlardan biri, ya'ni yaxshi deb tan olingan mashg'ulotlardan biri. Chunki qilish qiyin. Va menda unaqa professorlar bilan yoki boshqa insonlarning connection bo'lmagan. Shuning uchun eng birinchi qilgan narsam bu maktabdagi o'qituvchimga murojaat qilganman va o'sha odam orqali boshqa connection topish, ya'ni zanjir orqali, ya'ni taniydigan odam orqali va u odam boshqa taniydigan odam orqali deb zanjir topish, ya'ni tanish bilish bizda yomon tushuncha sifatida tarqalgan, lekin bundoq qilsangiz ingliz tilida tarjima qilsak networking, ya'ni